Niyat etganlar birdan like'ni bosib qo'yamiz do'stlar. Assalomu alaykum. Hurmatli Zavod Avto kanaliga obuna bo'lsangiz do'stlar, sizlar uchun navbatdagi reklamamiz Econex avtomobili bo'ladi. 2020-yilning oxirida ishlab chiqarilgan restyling variantda, holati zo'r, 1 gram aybi kamchilik yo'q. 19 o'zini zavodskiy diska balonda turibdi. Salon holatlari вообще zo'r holatda turibdi do'stlar. Kelib tekshirib, bemalol tekshirib olaverasizlar. 105 ming kilometr turibdi o'zini yurgani. Liboy ustangizga tekshirib olaverasizlar. Salon holatlari вообще zo'r debdi do'stlar. Kelib tekshirib olaverasizlar. Holati zo'r, 1 gram aybi kamchilik yo'q. Mashinamiz 2020-yilning 12-oyida ishlab chiqarilgan, o'zining yulka nomerlari. Bilasizlar, 4 eshikdan 5 kulchoy dostуп bo'ladi, ishlaydi. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 255 million so'm narx aytamiz. Ustundagi yashib beramiz. Barter variantim bor. Cobalt, Gentra, Damas farqi yo'q. Ikkalib hisoblatib buni olib ketishingiz mumkin. Agar через bank etib olaman desangizlar 80 million so'm berasizlar. Qolganini 3 yilga bank etib chiqarib beramiz. Xullas, tayyor avtomobil. Like bosamiz, videoni Econex belgilariga tashlab qo'yamiz.